Yer bilan jakson qilib no'xatdi, nima bo'ldi voy bu? Yakshanbami deymanda, hech kim yo'q bozorda. Shuni aytaman-da. Alo. Ha. Jo'tirgan no'xat? Kecha ro'yxatda hamma insonni aytdim-ku. Shu bugun birini etmasam bo'lmaymi? Uyda ish yo'q. Bitta no'xat jo'tib qo'ymadingmi? Oshqilar balkim hozir. Sen aralashmay tur. Ha, hozir olib beraman. Zirovar? Aralashmami? Ha, bo'pti. Shunda uydan telefon bo'lgandan juram qaltirab turadi. Har doim bir nima aytaveradi. Biron marta shu o'zim qip-quruq kirib olmayman-da uyga. Bor ana o Amerikaningmi, Meksikaningmi katta barmoqda no'xati bor-ku, jo'tilgandan. Ana shundan gittaga olib kel. Hozir ishlayapman-ku, men hozir shuni borib o'zingiz olib kelsangiz bo'lmaymi? Kechga ham olib kelsangiz bo'ladi. Hozir ko'rdingiz shuncha tushirdim aka. Bor, jo'tilgandan o. Keyin zirovarni aralashmasidan ham olib kel. O'zim tepib turaman, shu bitta ish qilmada, ish qilaman-da ish chiqarib o'tirasan o'zing. Bilmaygansiz. Yana mendan nima xohlaysiz ayting. 5 kilo sabzi. Xo'p. Mayli. Shuni kechga olsa ham bo'laydi, nima kerak edi? O'ldi. Shunchaki kulib qo'ydim xolos. Yer bilan jakson qilib no'xatdi, nima bo'ldi voy bu? Mana yuvib solaman, mana yerda qaytib soladi no'xatga. Men kerak emasmanmi? To'baq ish qilaman deb ish chiqarasan. Jug'ol, bir ishingni tayini yo'q. Xudoga soldim garchi. O'ldirdi. Bitta ishining tayini yo'q. To'g'ri yo'lda to'qishib ishni ko'paytirib o'tirgan qoladi. Toza jonga tiyding-ku. Bor boshqatdan olib kel, temir paqirga solib kelasanmi endi? Olib kelmayman men. Bor dedim. Toza jonga tiyding-ku. Xudoga soldim garchi.